Anoni qara. Otasini puliga yuribdi-da shunaqa mashinalar. Salom berishni ham bilmaydi, tarbiya yo'q. Amaki, yonyaptimi? Ha? Nima birovni orqasidan gapiryapsiz? Do'stim otasini puliga yurgan bo'lsa ham, lekin qalbi toza, sizga o'xshab kiramas amaki. Sog' bo'lasiz. O'rgildim qalbidan. Kurto, mana shu $100 olib qo'y, sendagi do'stim boriga shukr. Do'stim, men pul uchun qilmadim buni. Qo'y, Gapini qara, noto'g'ri gapiryapti. gapiryapti. Kam ko'stingga ishlatasan, yur abetam olib beraman. Dadang yaxshimi? Dadang yaxshimi? Zo'r yuribdi. Havo ham birdan ochilib ketdimi do'stim? Anoni qara, otasini puliga karala yuribdi. Chesti ham yo'q bo'ladi. Chest bo'ladimi bo'ladi? O so'tak. Agar buni otasini pulini sani otangga berganda, sani otang buni otasini pulini ko'tara olmagan bo'lardi. Bor yo'qol, so'r g'iybatchilar. Nima deyapti? Mani otam. Bor so'r. To'g'ri so'zi kimning otasini aytyapti? Mana shu $200 ham olib qo'y. Yo Mani nimaga? tarafimni olyapsan, obro'yimni ko'taryapsan, Pul bilasanmi? uchun tarafingni olmayapman jo'ra. Olib qo'y, kam ko'stingga ishlatasan, yur. Dadam ishlari, dadang ishlari yaxshimi? Zo'r, xudoga shukr, yur. Nima edi? Bu do'stim otasini pulga yurmaydi hech qachon. Mana ishonmasang, Inbazar insofli bozorga kelib o'zi kiyim olyapti, o'zini puliga olyapti. Mana shuni 144 mingga olyapti. Qayerda bor bunaqa narxlar? Mana shuni ham 144 mingga olyapti. Bahorgi kolleksiyalar kelgan. Shartpasi isbotlama shu. Yo'q, qara og'ziga qarab gapirsin. Inbazardan do'stim baxtini topdi. Bu yerda hamma narsani topsang bo'ladi. Narxlari ham hamyonbop. Shu uchun do'stim bu yerni tanlagan. Bo'ldi, tushundimi? Ko'rdingmi do'stim, tarafingni oldim, ber. Jo'ra pul bera olmayman lekin. Nimaga? Otamni kriminal ishlar uchun qamab ketishdi. Palakatmi otang? Nima qamaladim? Men jent olmoqchi edim-ku jo'ra. Men 50 ming bor xolasang. 50 ming qo'y. Men nima 50 ming uchun seni yoningda yuramanmi? Men sen pulimi uchun yuribsanmi hali? Ha, nima uchun yuraman? Masalan, erkak sen nima uchun yuraman? Sen o'ylamadingmi hech? Mana bu qurilishdagi santexnik. Bu tiyopli pol, miyopli pollarni qiladi-da, soqqani soqqaga uradi. Mana bu inson esa prorab, ustalarni ishlatib, o'zi mana shunday dollarlarni sanaydi. Mana bu esa elektrik. Bechorani to'kam uradi, jonini xavf ostiga qo'yib simlar bilan ishlaydi, lekin kamgina pul oladi. Endi aka, sizni davringiz keldi, bu yoqqa keling. Mono elektrikdan mahsulotlarni sotib olsangiz, sizga gift karta beradi. Ana shu gift kartani o'chirasizda, promo kodini mono elektrik botiga joylaysiz. Qarabsizki, siz iPhone'dan tortib Malibugacha yutib olishingiz mumkin. Zo'rku! Zo'r, jim qisib turing. Oxirigacha eshiting. 22 ta Damas, 22 ta iPhone, 22 ta qimmatbaho sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Zo'rku! Qisib turing. Har oyda jonli efirda boyagi gift kartadagi promo kodingiz random orqali o'ynaladi. Siz Damas yutib olishingiz mumkin. Zo'rku! Qisib turing. Nafaqat siz, balki do'konchilar ham yutib olishi mumkin. Aka, ketaveraymi, oyog'i og'rib ketdi. Bori qoling. Kimni davri keldi? Elektriklarni davri keldi. Mana shu videoni maksimal elektriklarga jo'nating. Akangni davri keldi. Akang kuchaydi. Mono Electric. Sugar and spice.